Bu Reels'dan keyin ham ChatGPT'ga bexosdan qo'pol gapirib yuborsangiz ham undan uzr so'rashda davom etasizmi yoki yo'q? Apple yaqinda sun'iy intellekt hamjamiyatini larzaga soldi, lekin nimagadir bu haqida hali hech kim gapirmayapti. Ular fikrlash illyuziyasi degan balandparvoz maqola chiqardi. Unda aytilishicha bo'yicha ChatGPT, Gemini, Claude kabi modellar fikrlamaydi, balki shunchaki eslab qoladi. Buni isbotlash uchun Apple bu modellarga 3 ta mantiqiy masalalarni yechishni topshirdi. Osonini modellar eplashdi. O'rta darajadagi masalada esa sekin-asta xatolarni qilishni boshlashdi. Qiyinini umuman eplasha olmadi. Eng qizig'i, ularga tayyor algoritmlarni berishganda ham ular baribir omadsizlikka uchrashdi. Masalan, 3 ta modeldan bittasi Xon minorasi vazifasida 100 tadan ortiq qadamni tashladi, lekin oddiygina daryodan o'tish vazifasini bajara olmadi. Nimaga? Chunki birinchi vazifa uni o'qitish sistemasida bor edi, keyingilari esa kiritilmagandi. Aytgancha shotgacha eshitayotgan bo'lsangiz, menga obuna bo'ling, chunki men o'zimning blogimda Instagramda oson auditoriya yig'ish hamda yangi texnologiyalar haqida zo'r ma'lumotlarni beraman. Shuning uchun obunani bosib qo'ying, bo'lmasa meni boshqa ko'rmay qolishingiz mumkin. Demak, bu hujjat shunchaki shubha tug'dirmaydi, balki sun'iy intellekt fikrlaydi degan tasavvur butunlay yo'qqa chiqaradi. Endi kommentariyada yozib qoldiring.